Akam 10 mingta bo'lganing uchun senga hadya. Alo, aka. Qo'rqammi? Ha, kimman? Ozgina qol. Unaqa ishlarni bo'lmadi. Bo'l, ha. Radnoyda bo'lib ketgan akam chaqirganlar, hozir Sobirxo'yimda mashina qulflanib qoldi. Borib chiroyli qilishlarni bitirib beramiz. Nima mashinaligini bilmayman, chunki o'zlar arendatorlar har kuni har xil mashinada yuradilar. Salom. Alaykum. Chachasi. Tepat tutunca. Ne? Kesin bo'l. Ishlaymiz qilib. Mashina olib. Subhanalloh. O'zim ham tushunmayman bo'layotganini. Mashina olishga chaqiruvdilar. Salom. Salom, chachasi. Ha, akam bilan. Nima bo'pti o'zi sir bo'lmasa? Ukamga hadyam bordi. Mashina olishga kelib chaqiruvdingiz-ku? Boshqa payt ham o'sha bo'lmayapti-ku. Ha, to'g'ri bilanmi? Nomerini hech kim bilmaydi. Nomerni yechib chiqarib berib yubordik, mashina tashlab ketgan deyaptilar. Ko'ramiz endi nima bo'lishini. Hozir gvardeyskiga kelganmiz. Akam 10 mingta bo'lganing uchun senga hadya. Voy. Tabriklayman. Rahmat. Sog' bo'l. Joningiz sog' bo'lsin, rostlamang-a? Senga. Bunaqasi bo'lmagan hali. 715 nomerli videolarda ko'rgan bo'lsanglar, 2-3 martalab etdim. Mana shu o'yinimiz sal qimmatli qilib ketyapti. Rahmat. Aka hadya qildilar. Inshaalloh Alloh rozi bo'lsin. Ko'rsan, ozgina hayajonlanyapman. Bu orzuda bitta kichkinagina 715 nomer. Akam shunchalik mana shu nomerni hadya qildilar. Joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi yurgan. Inshaalloh pulis ko'paysin yana. Lekin shu gap yomon xursand bo'ldim mana. Ey, 715. Orzular orzulikcha olmaydi. Kimga bilmadim, menga lekin qanaqadir ma'noda bu orzuda 715. Hammaga nasib qilsin. Yurachan qizartirib qo'yasizlar. Akalarni atmetga qilib ketasizlar. Xudo xolasa nomerni taqib olsak bo'ldi. Nomerni taqdik. Xudo xolasa cho'tki bo'ldi. Yarashdimi yo'qmi? Kommentariyada yozib ketinglar. Shunaqa akalar bor bo'lsin. Lekin yomon xursand qildilar bor-ku. To'g'risi.